boshqalarning onasi va mening onam. Oyi, ovqatga qancha tuz solay? Bir qoshiqmi, 2 qoshiqmi? Asal qizim, tuzni katta qoshiqda solmaydi, kichkina qoshiqda soladi. Chamalab soladi. Xudoymay ketgur. Mana bu farosat nimaga berilgan? Farosatni ishlat, og'rimaydi, tugab qolmaydi. O'zi zotingni topgansan-da, yo sani tuzing ko'p, yo tuzing kam. Oyi, qora shubamni ko'rmadingizmi? Asal qizim, qarashuvingiz mana. Ko'r, berki. Mana bu ko'z nimaga berilgan, Mana bu ko'z nimaga berilgan? Ko'rva chaqib tuqqanmanmisan, ha? Hozir borib topsam, ko'zingni o'yib olaman. Asal qizim, siz ham katta qiz bo'lib qoldingiz. Shuni siz Muslimjondan sovchi keluvdi. Kuyovmisan, kuyov bo'ladigan bola. Qo'yningizda hech kim bo'lmasa, shu Muslimjonga turmushga chiqing. Sizlar nima desanglar shu oyijon. Voy, baxtli bo'ling qizim. Anu zotpas Muslimdan sovchi kelibdi. Nimaamish? Sevarmish. Ha, sevmay o'lar. Shunga tegasanmi? Tegama oyi. Voy sharmanda. Voy sharmanda. Voy qiz bola bo'lib turib, onangdan uyalmasdan tegamadi deymi? Ha, ersiramay ketgur. Ha, erga tegmay o'lgur. Voy dadasi, voy bu qiz sharmanda qildi bizni.